Xo'p, bir vaqtlar ota-onangiz, xolangiz bergan tarbiyani siz farzandingizga bera olyapsizmi? Zo'r e'tibor bera olmayapman. Mana shu kamchiligimdan biri bo'lgani uchun o'shaning uchun men kun tartibimni boshida aytdim, o'shaning uchun o'zgartirdim. Bu ishga mana bunaqaga berilib ketasiz-da, mana bu yerda bu narsalar qolib ketadi. Lekin mana shu narsa birinchi o'rinda o'zi. Tarbiyasi, ertaga men bu tarbiyasiga javob beraman. Hozirgi kunda tan olamiz, o'zimiz ham shunda jim o'tirsam shu multfilm qo'yib qo'yamiz-da. Hammada shu ekan. Bilmaymiz, u miya yomon bo'ladi ertaga. Naborot biz u bilan mehr bilan birga bekinmachoqlar o'ynab, orqasidan quvlab, kulishib, ko'tarib. Misol uchun dadalarimiz o'ynatardi, oyoqlariga chiqarib mana bunaqa narsalar, shunaqa qilib o'ynatishimiz kerak-da, shunaqa qilib e'tibor, kuniga 2 soat mayli. O'zingizni ovqatlantirib, mana bunaqa qilib qo'lingizda. Ana o'sha mehr, o'shanda u mehr ko'zda deydi, o'shanda mehr oladi. Ama planshetdan foydasi yo'q. Biz qattiq kirishganmiz bunaqa narsaga. Biz ham qo'yamiz ham. Restoranlarga borib qolasiz, aytsa, odamlar endi hozirgi odamlar bundoq qaraydi-yu, bundoq qara, kimni bolasi? Deysiz, o'sha paytda xijolat bo'lib qo'yib qo'yasiz-da. Oldin unaqa bo'lmagan, yig'lasam, ha, bola-da, voy-voy qilib qo'ygan. Hozirgi odamlarga bolalar yoqmaydi. Sal bundoq qilsa, bundoq g'alati qaraydi-da. Sizga ham bunaqa qaraydi 2-3 marta. Jim qilmaysanmi deb-da. Endi u qanaqa jim qilasiz bu narsani? Keyin nima qilasiz? Xijolat bo'lib planshetdan qo'yib qo'ysak, hamma bizga qarayapti deb-da. O'sha payt shuni men o'zingiz yig'ishingiz kerak. Nima bu bola planshetni ham qo'yib eshitasan kerak bo'lsa. Bundoq ovutish kerak, To'g'ri. O'zi aka mana shu baxt mana shu narsada. Misol uchun baxt deganda pul, mul, hamma narsa ko'z oldingizga kelsa, menga baxtim shu. Mana shu narsada.